Bilasizmi, inson o'z tanasini ong kuchi bilan davolashi mumkin. Bu janob Wright ismli insonning ajoyib, haqiqiy hikoyasi. 1957-yilda janob Wright limfosarkoma deb ataladigan og'ir saraton bilan kasallangan edi. Uning tanasi butunlay o'simtalar bilan qoplangan. Shifokorlar esa unga atiga bir necha kun umr qoldi deyishgan. U kribiozin nomli yangi tajriba dori haqida eshitdi va bu uning so'nggi umidi deb ishondi. Mo'jizaviy tarzda ukol olganidan keyin bir necha kun ichida o'simtalar kichraydi. Ammo keyinchalik gazeta orqali bu dori soxta va butunlay foydasiz ekani haqida o'qib qoldi va saratoni darhol qaytib keldi. Shifokori shunda tushundi. Uni dori emas, ishonchi davolagan edi. Shuning uchun u bu safar unga oddiy suv ukoli qildi. Lekin bu dorining yanada kuchli turi deb yolg'on aytdi. Natijada o'simtalar yana kichraydi. Aslida dori hech narsa qilmagan. Uni davolagan narsa bu ishonch. O'yning har bir hujayraga ta'sir etish qudrati edi. Hikoyaning mohiyati shunda. O'zingga nima desang, shunga aylanasan. Agar men sog'man desang, hozirgi holat qanday bo'lishidan qat'iy nazar sog'ayasan. Agar bu fikrlar